Как раз vaqtida keldingiz. Как раз charchab turgan paytda shu manaqalarimiz yetishyapti. Mana asalom motivatsiyalari. Mana Laylamiz keldi. Tуда вставайте. Kelinglar. Куда встать? Куда? Клялечки. Девочка homila deyman, lampochka mana. Bu anamsa ikkinchisi. 8 yil deganda sizda lichinov, bizda o'g'il farzandli bo'lganman. Bu ikkinchisi sizda. 1,5 yil deganda. Tabriklayman. Mana yaxshi davolash mana shunaqa bilinadi. Podryad tug'ib tashlayaptilar. Rahmat. Necha yoshda? 2,5 yosh. 2,5 yosh. O'g'lim, oti nima o'g'lim? Muhammadjon. Muhammadjon, qizim oti nima? Samira. Samira. Doktor qilamiz bu bolalarni. Всё. Ano, обучение бесплатно. Ama yuksa deb chiqib yeding. Asalim bitta qo'ling tiqcholi asalim endi. Buni ham onalarni kutib Voy, mashalloh. Ko'rsatmayman, ko'rsatmayman sizlarga o'rtoqlar. Mani jonim. Shunaqa ichingiz qanchalik chiroyliligini yana bildirib qo'ydingiz. Lekin eringizni sevishingizni ham bildirib qo'ydingiz. Adani o'zlari. Tabriklaymiz. Endi anaqa to'xtasizlar bo'lmasin. Kvadratni uramiz, to'rtta bo'lmagungacha. Doktoringizga o'xshatishingiz kerak, konse